bilamiz. Buyuk inson edi. Quraysh payg'ambarlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'tarib chiqqanda mash'alani jinni deb ko'rdi, sehrgar deb ko'rdi, majnun deb ko'rib turib, omonatlarni olib kelib qo'yishaveradi. Ey Muhammad, mo'tirib tursin senda. Omma bilan turganda payg'ambarimizni har xil laqablar bilan haqoratlab turib, lekin yolg'iz qolganda payg'ambarimizning buyukligini tan olish emasmi? Endi payg'ambarimizni ko'ringki, buyuk insonligini. Hijrat qilib ketadigan kunda omonatlar bor edi payg'ambarimizda. Ha bizda odam nima qiladi? Ha bir kuydiray senlarda. Menga shuncha qiyinchilik bergan, bir ko'rsatay senlarga kuningni kuydiraman demasdan payg'ambarimiz buyukligini ko'ringki, mana shu joyda ham ibrat bo'ldi. Ali roziyallohu anhuga omonatlarni bitta tanishtirdi. Kim falonchiligi, falonchiligi deb. Payg'ambarimiz hayotda birorta bir payg'ambar bo'lguncha ham, payg'ambar bo'lgandan keyin ham, hatto dushmanlar payg'ambarimizni hayotidan bir nuqson, kamchiligini topa olmaydi. Biz tanimizmi uzatma? Bu ummat yuksalgan. Mana shunday qaloq bo'lgan, past bo'lgan xalq, Quraysh, arablar islom bilan yuksaldi. Mana shu hozirgi kundagi islom ummatini yuksalishligini sharti ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'rganib hayotini u zotga iqtido qilishlik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana va alamu anna fikum rasululloh. Ey musulmonlar deyapti Alloh. Bilinglar, ichingizda Allohning rasuli bor deyapti. Bu o'sha paytda sahobalarga aytildi emas. Qiyomatgacha keladigan musulmonlarga aytdilar. Payg'ambarimiz vafot etgan hozir. Lekin u kishining sunnati, sirati, tajribalari turibdi oldimizda. Ya'ni shuni ushlasanglar yuksalasizlar deydi. 23 yil muddatda payg'ambarimiz mana shunday bir sahroyi bo'lgan qoloqni dunyoga ustozlik darajasiga ko'tardi, yuksaltirdi.